Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlar bilan talablaringga binoan keldik pitomnikka. Bir hozir ko'rasizlar, juda chiroyli kuchuklar bor ekan. Har xil turdagi. Mana degan akalar so'rayapti, pitomniklar ko'rsating, uydan ko'rsating deyishdi o'tgan videomizda. Hozir shunga binoan keldik, Andijonga keldik, Andijon Asakaga keldik. Yorjon akaning uyiga keldik. Hozir pitomnikdagi kuchuklarni ko'rsatamiz. Sotiladiganlari bor, sotilmaydiganlari bor. O'shlarga qarab, nima qilib nomerlarni qo'yib o'tamiz. Sotiladiganni ko'rsatamiz, sotilmaydiganni bolalaridan zakaz qilsalaring, tug'ilganda olsalaring bo'ladi, erkak yoki qiz. Videoni boshlaylik. Biz Alabay belli video zotidan o'rin narsa. Yaqinlashtirib chiroyli qilib olaverasan. Mana bitta ko'zlarni sekin. Urg'och ekan, yaxshi narsa, o'ta yirik narsa ekan. Bu sotilmas ekan, faqat bolalari sotilar ekan. Ko'rsalaring bo'ladi, chiroyli narsa. Oh, ana holatlari ideal. Bu qani ko'rsani erkak ekan. Shu ikkalasi bir bo'lib, shu bolalar tug'ilsa sotilar ekan. Bu ham sotilmas ekan. Mana kattaligi. Odam tengi pashti. Yaxshi zotlar ekan. Ha, bir jup dalmatin. Bular sotilib bo'lindi, sotuvdagi narsalar ekan. Sotib bo'lishdi. Klient xaridori bor deyishyapti, olib ketishar ekan. O'ta chiroyli narsalar ekan bular ham mana. Alabay. Urg'och ekan bu. Mana shunday bolalari bor ekan. Onasi shu, otasi nariga oq ekan. Hozir ko'rsatamiz bolalarini ham. Chiroyli yirik narsalar ekan. Otasi 90 kilo, onasi bir 70 kilo chiqsa kerak. Ha, shu bolachalar sotilar ekan. Narxlari $200 deyishyapti. Toza zotlar. Aloqaga chiqib olaverasizlar, telefon nomerlarini qo'yib o'tamiz. Mana yirik narsalar. Bir oylik bo'ldi bular, ha? Bir oylik kuchukchalar. O'ta yirik, oyoqlari ham polvon ekan. Bitta erkak, ikkinchisi ikkinchisi ham erkak ekan, ikkalasi ham erkak ekan. Urg'ochlari sotilib bo'libdi. Mana kuchuklar. Mana ovchi spaniel rangidan ekan, erkak ekan bu. Bu ham sotilmas ekan. Buni biz bolalari tug'ilibdi. Bolalarini agar ruxsat bersa, video davomida qo'yib o'tamiz. Zo'r narsa ekan bu. Alabay mana qiz 80-90 kilo chiqsa kerak bu ham. Bir dona bolasi chiqdi, buni sotishadimi yo'qmi so'raymiz. O'ta yirik narsa. Bo'yi turganda birov 80 chiqsa kerak. Men bo'yimdan baland ekan. O'ta yirik narsalar ekan. Mana ham 6 kuchuklar bor ekan, ko'ramiz. Hop. Mana. Alabaychalar kuchuklar ekan hali bular. Yosh. Mana. Oqini ham olib qo'yamiz yaxshilab. Bular hammasi urg'och ekan. Holatlari zo'r. Ishqibozlar holatlari o'ta go'zal ekan. Holatlari ideal ekan. Bor, bir 40-50 kilodan bor bular. Bu ham yirik, sal yoshiga to'lgan shekilli bu. Yirik narsalar ekan mana. Alabaylar. Alabay ishqibozlariga
Bular sotilmas ekan hech qaysisi. Mana. Bu erkakmikin bu? Mana erkak alabay bor ekan, katta. Necha yosh kattaroq shekilli bularda. Bular o'tda yirik narsalar ekan, urushtirgani. Chorvador akalarimizga ham zo'r ekan bular. Bular sotilmasa kerak. Hozir yana bir qator Toyirjon akani o'zidan ma'lumotlarni olamiz. Ko'rsalar ham bo'laveradi itlar. Bir qator chiroyli qilib olib o'tib ketamiz. Alabaylarimiz kattaya turavermasdan, kuniga 2-3 soat katta ko'rsatib yubormachilar, bunday ko'rsatamiz. Katta aylanishar ekan. Chigal yozishar ekan oyoqlarini. O'ta yaxshi joylar. Joylari zo'r qilingan ekan. Mashhadlarda aylanishar ekan. Tak, shu kuchugimiz hozir so'radik, bolasi sotilar ekan, urug'ochi ekan. Narxini $200 deyishyapti. Endi kam ko'stini o'zlaringiz so'rab olaverasizlar, nomerlarni qo'yib o'tib ketamiz. Ismlari Toyirjon aka. Aloqaga chiqib, bemalol sotib olsalaring bo'laveradi. Mana Spaniya kuchugimiz tug'ibdi. Bolalari bor ekan, nechta urg'och, nechta erkakligini bilmaymiz. Lekin sutdan chiqqandan keyin aloqaga chiqib, olib ketsalaring bo'laverar ekan. O'ta go'zal narsalar ekan. Kichkina bolachalarni olamiz. Hali sutdan chiqishmoqda. Xo'p, mana video obzorimizni ko'rdingiz. Endi like bosing, komment yozing. Aloqaga chiqarasizlar. Reklama uchun nomerlar qo'yib o'tib ketamiz. Kuchuklar uchun nomer qo'yib o'tib ketamiz. Bizga reklamaga chiqmoqchi bo'lsangiz, Telegramdan yozing, iloji bo'lsa vizitlarga ko'p ham javob beramiz. Telegramdan yozsalaring, bemalol otvetini olasizlar. Misol uchun kuchuk sotmoqchi bo'lsalaring, video rasmlarni tashlasalaring bo'ladi. Olmoqchi bo'lsalaring, bizdan olsalaring bo'ladi. Rasm, videolarni tashlab beramiz. O'shanga qarab ma'lumotlarga ega bo'laverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.